Azamat. Yomon ko'p kiyishan, nima qilamiz ey? Usta bu, o'z blok test bilasizmi? O'rganamizda, ye. Boshla bo'lmasa. Mana qara Azamat. Beloy terimiz yiqilmaykinmi? Shuncha tergan joyimiz yiqilmadi, bu ham yiqilmasa kerak. Bu kechki obed. Azamat, bu uyga ish yomon ko'p jira. Zakaz katta olayotgandasan. Qachon bitiramiz bu uyni? Qara, bizga maydaroq zakazchalar qilaylik, ketaylik dedim. Ahvolni qara, ko'pligini. Bu ishlar boku, mana boku moralni eziyapti. Yomon ko'p ish. Charchab ketdim, bilasanmi? Biza bir dacha-parchaga bir 2-3 kun dam olib kelmasam bo'lmaydi-da. Usta, bu o'zi 4 kundan olib bugundan chiqdik ishga. O'yini shunaqa deb o'yda egasi bitta pul berdi deb ertalab meni chaqirib qo'y. Ya'ni pul berdi deganim meni sotib ol degani emas-ku. Mana qilib, imo ishora qilma. Ziqnani ziqna deydi, garangni garang deydi. Toza ahmoqlik, abetga bergan avqatini ko't deymi o'zi? Dada, shahar yomon chang-ku, ha? Endi nima qilasan? Bu changni yo'qotish bitta yo'li bor. Bitta yomg'ircha bo'lsa, hamma joy toza bo'ladi. Biz ham dam olamiz keyin. 2 soat, ha? Qaqqa 2 soat? 1 soat 58 minut dam olamiz.